Mashalloh. Bu uyga kirgan odam umuman boshqa dunyoga tushib qolgandek bo'ladi. Tashqi ko'rinishdan 5 sotuvni vidini beradigan bu xonadon aslida esa ancha kichkina. Shunaqangi zo'r loyiha qilishgan, ko'rgan odam hayron qoladi. Har bitta xonaga alohida yondashilgan ajoyib bir eksteriyer dizaynlari, oppoqqina atachentoli fasad, chiroyligidan darvozaxonasi lyustralari ilingan hovlidagi mana bu hojatxonani ham ko'rishingiz mumkin. Kotelni xonani bitta xonaga joylashtirishdi. Endi o'zaro binochiga kirishimiz bilan mana shunaqangi chiroylikgina koridor kutib oladi. Podsvetka zinalarimiz ko'zimizni oladigan darajada. Ro'parada ayollarimiz uchun sevimli bo'lgan mana shunaqangi oshxonamiz. Hovlisiga qaragan panorama oynalar joylashgan. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Alisherobod ko'chasida joylashgan bu xonadonimiz sotigini taxmin qilib ko'ringlarchi. Bu tomondagi mehmonxonani qaranglar. Qarindosh-urug'larni chaqirib, mazza qilib mehmon qiladigan chiroylikgina xonalar ekan. Birinchi qavatimizda otaxon, onaxonlarimizga ajratilgan mana shu yotoqxonani qaranglar. Premium klass remontdan chiqarilgan dizaynlariga birdan 5 gacha baho berib qo'yinglar. O'rtoqlar, sizlarga yoqdimi yo'qmi? Narx albatta arziydi deb o'ylayman. Zo'r narxlarda berib yuborishyapti. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda 4 ta xonamiz, bu birinchisi hisoblanadi. Ota-ona yotoqxona sifatida foydalansanglar bo'ladi. Yana bitta xuddi shunaqasidan bor, ichida sanuzellari, garderoblarigacha qilingan ekan. Navbatda bu yoqda umumiy sanuzellarimiz, bu ham ertak bo'lib yotibdi. Dizayner haqiqatda zo'r ishlabdi. Bitta kabinet qilib qo'ysanglar ham bo'lar ekan. Bu yoqdagisini bo'lsa farzandlarga yotoqxona qilib bersanglar bo'lar ekan va bu yoqda bo'lsa ota-ona yotoqxonasi, o'zining ichida garderob va sanuzellariga ega. Qarang, shu xonadon sizga nasib qilganda birinchi o'rinda kimni mehmonga chaqirgan bo'lardingiz? Albatta fikrlaringizni qoldiring. 310 mingga baholanayapti. Yana da o'tib beradigan joylari bor ekan, bu yoqda terrasa qismlariga ham ega ekan. Havas qilib like bosganlarga shunaqangi uylar nasib ro'z aylasin.